Всем привет, ребята! Всем привет, rебята! Hammasini alaykum. Bugun men sizlarga Karpatkin o'ynaymiz. Birga mana tushunishlar uchun кружочек olib qo'ydim-ku. Всем привет, rебята! Hammasini alaykum. Bugun men sizlarga Karpatkin o'ynaymiz. Birga mana tushunishlar uchun кружочек olib qo'ydim-ku. Karpatkin. Ustiga bosamiz Karpatkinga. Men sizlarga o'rgatyapman o'ynashni bilmaydiganlar uchun. Bu batafsil o'yin. Va men ekran zapisda har doim oзвучка qilardim. Chunki bilmasdim mikrofonni boshqa o'zidan yoqsa bo'larkan-da, bosib turib yoqish kerak ekan. Mana hozir ko'rsataman. Bunda tushirib, tushganimda bosganda mana mikrofon wiggle turibdi-ku. Mikrofon wiggle turibdi-ku. O'shani bosish kerak ekan ustiga. Men bosmagan ekanman. O'shaning uchun o'sha qilib chiqadi sistem. Login, загрузка, keyin mana bitta X bosib qo'yamiz. Keyin X bosamiz yana do'stlar. Startni bosamiz. Уровеньlar bor, har xil. O'tdan chiqib ikkiga kirib start tuşiga bosamiz. Загрузка beradi. Poylaymiz. Ustiga men bosmagan ekanman. O'shaning uchun o'sha qilib chiqadi sistem. Login, загрузка, keyin mana bitta X bosib qo'yamiz. Keyin X bosamiz yana do'stlar. Startni bosamiz. Уровеньlar bor, har xil. O'tdan chiqib ikkiga kirib start tuşiga bosamiz. Загрузка beradi. Poylaymiz. Уровеньlar bor, har xil. O'tdan chiqib ikkiga kirib start tuşiga bosamiz. Загрузка beradi. Poylaymiz.